Assalamu alaykum, hürmetli kitap anlıqçılar. Huzurunlarda Kur'an Kerim'nin Uygurca tercümesi. Tercüme kılgıcı Muhammed Salih Damullah Hacim. Avazda Bahar Gül Zibibullah. Yeni neşrige ilave. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Barlık hamdu sana alemlerinin perverdigari Cenab-ı Allah xasdır. Durud ve salam Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge bolsun. İnsaniyetinin hidayeti üçün Allah Taala tarafından Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge nazil kılıngan Kur'an-ı Kerim 1400 yıldan keyin Muhammed Salih Damullah Hacim tarafından tercüme kılınıp 1986 yılı Uygur cemaatçiligi bilen yüz görüştü. Kur'an-ı Kerim'nin mezkur tercümesi neşr kılınıp çarek esir ötken bugünkü günde Kur'an-ı Kerim'nin mezkur tercümesini qaytadan neşr kılış vatan sırtidagi Uygur cemaatçiliginin ciddi ihtiyacı ve hal kılışık tegişlik talebi bolup kaldı. Bu ihtiyaçni his qilgan Uygur tercüme merkezi mezkur tercümeni közden keçirip çıkıp bayqalgan severliklerini düzeltti ve imlasını ıslah kıldı. Bu qitimqi neşrdimi nazardan saqit qalgan severlik ve nuqsanlarni keyingi neşride tüzdüp ketadiganligimizga ishonchimiz komil. Oxirida bizni tunji qitim Kur'an Kerim'nin to'liq Uyg'urcha terjimasi bilan uchrashtirgan olim Muhammed Salih Damullah Hacimga ve bu qitimqi vazifani ro'yobga chiqarishda bizga moddiy ve ma'naviy jihatda yar yulakda bo'lgan olimlarimiz ve saxovatchilarimizga Cenab-ı Allah'tan ecr azim ve mukafat tilaymiz. Uygur tercüme merkezi. Kur'an Kerim'nin Uygurca tercümesi to'g'risida. Kur'an Kerim dünyada nurg'un tillarga tercüme qilinib, nashr qilinayotgan bugungi kunda hozirgi zaman Uygur tilidagi tercümesining yo'qligi to'ldirishga tegishli bir bo'shliq edi. Uygur kitapxonalariga Kur'an'ni tanıştırış, Müslümanlar ammasining dini ihtiyacını ta'min etish jihatdagi ciddi talablar Pekirning bu ishni qo'lga ilishimga turtki bo'ldi. Men bu intayin ahamiyatlik, ammo mushkul vazifani ustimga oldim. Bu ishni tezroq qo'ldan chiqarish vaziyatning kuchli talabi bo'lib qolganlikdan uni mumkin qadar tezroq bitirishga tirishdim. Kur'an'ni hozirgi zaman Uygur tiliga tercüme qilish jarayoni murakkab tadqiqot jarayoni bo'ldi. Her bir oyatni tercüme qilganda qo'limda bar nopozliq tafsir kitoblariga ve maxsus Kur'an so'zlari qomuslariga murojaat qildim. Asli tekstni tushunish jihatdimi, ifodalash jihatdimi noiti ehtiyotjonlik bilan ish ko'rib, her bir so'z ustida atrofliq izlandim. Kur'an Kerim'nin olahida o'rnini ve o'ziga xos uslubini nazarda tutish zaruriyati bilan her bir oyatni so'zmi so'z aynan tercüme qildim. Ma'nini ro'shanlashtirib, kitobxonlarning tushunishiga o'ng'aylik tug'dirib berish uchun so'z orasida zarur tepilgan joylarga tirnoq ichida izohat berdim. Ayrim izohlar bat ostiga berildi. Bu izohlarning hammasi degudek ishonchlik Kur'an tafsirlaridan tanlab elindi. Shuningdek bu tercümeni Kur'an'ning qisqacha tafsirini o'z ichiga olgan deyishkim bo'ladi. Kur'an'ning asli tekstining badiiyligi yuqori, ifodalash mahorati ustun, uslubi o'zgacha bo'lganlikdan tarjimaning qaysi tilda bo'lmasin hargizmi aslidagidek chiqmaydiganligi onundan ko'p töven turdiganligi bu sohadagi ixtisos egalarining o'rtaq qarshidir. Mening tarjimammo albatta buningdan mustasno emas. Kur'an'ning asli teksti her bir batning o'tirisiga, tarjimasi hoshiyaga,
Her bir bətning tərcümesi şu bətning özüge berildi. Asli tekstdə oyatlarning raqami şu oyatning oxiriga berilganlikdan birdek bo'lishi uchun tarjimadimi oyatlarning raqami şu oyatning oxiriga berildi. Kitobxonlarning Qur'ondagi ayrim atalg'ular va qissalarning tafsilotini cho'nqurroq tushunishiga yordami bo'lishini ko'zda tutib, oxirida ularning tafsiri ayrim berildi. Qur'onning tarjimasini nashrga tayyorlashda Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq İctimai Fənlər Akademiyası, Dini Tədqiqat İnstitutu hər cəhətdən şərt şərait yaratıb bədi. Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq İslam Dini Cəmiyyəti yaqindan yordamda bo'ldi. Bir qism hörmətlik ulamolarimiz tərcüməni ko'zdan kechirib taqriz yezib bədi. Bu yerda yuqorqilarning hammasiga minnatdorligimni bildiraman. Qur'on Karimning bu Uyg'urcha tarjimasini turli savalliklardan xoli degili bo'lmaydi. Kitobxonlarning ko'rsatib berishini umid qilaman. Muhammad Solih. 1. Sura Fatiha 7 oyat. Bismillahirrahmanirrahim. Nayiti şəfqətlik və mehribon Allah'ның ismi bilan boshlayman. Cimi hamdu sana olamlarning parvardigori Allohga xosdir. Allah nayiti şəfqətlik və mehribondir. Qiyomat kunining egisidir. Rabbimiz, sanılı ibadat qilamiz və sendinli yordam tilaymiz. Bizni to'g'ri yo'lga boshlagin. G'azabinga yo'liqqanlarning va ozg'anlarning yo'liga emas, sen inom qilganlarning yo'liga boshlagin. Məkkədə nazil bolğan. 2. Sura Baqara 286 oyat. Bismillahirrahmanirrahim. Nayiti şəfqətlik və mehribon Allah'ның ismi bilan boshlayman. Alif, lam, mim. Bu kitobda yani Qur'onda hech shak yo'q. U taqvodorlarga yetakchidir. Ular g'aybga ishonadi, namozni ado qiladi. Ular biz bergan mol-mulkdan Xudo yo'liga sarf qiladi. Ular sana nazil qilingan kitobga, sendan ilgirki payg'ambarlarga nazil qilingan kitoblarga ishonadi va oxiratga shaksiz ishonadi. Ani shular Pərverdigarının to'g'ri yo'lda bo'g'uchilardir. Ani shular baxtga erishguchilardir. Madinada nozil bo'lgan. 1. pora Sura Baqara. Bismillahirrahmanirrahim. Shubhisizki kofirlarni ogohlantiramsan, ogohlantirmamsan, baribir ular iymon etmaydi. Allah ularning dillarini va quloqlarini pechatlayotgan. İmanның nuri kirmaydi. Ularning ko'zlari pardalangan. Haqiqatni ko'rmaydi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Kishilar orasida Allohga va oxirat kuniga ishondik deguchilar bor. Haqiqatda ular ishonmaydi. Ya'ni og'zida ishondik degani bilan ko'nglida ishonmaydi. Ular Allohni va mo'minlarni oldirmoqchi bo'ladi. Haqiqatda ular tuymasdan o'zlarini aldaydi. Ularning dillarida kesal, ya'ni munofiqlik va shaklanish bor. Allah ularning kesilini kuchaytirdi. Yolg'on so'zlaganliklari, ya'ni yolg'ondan iymonni da'vo qilganliklari va Allohning oyatlarini masxara qilganliklari uchun ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ularga yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, biz isloh qiluvchilarmiz deydi. Bilinglarki, ular haqiqatan buzg'unchilardir. Lekin buni o'zlari tuymaydi. Ularga, ya'ni munofiqlarga iymon etgan kishilardek, ya'ni sahobilardek chin ko'ngillar bilan iymon etinglar deyilsa, biz iymon etgan
ahmoqlarga o'xshash iymon aytamdiq deydi. Bilinglarki, ularning o'zlari ahmoqlar. Lekin buni ular tuymaydi. Ular mo'minlar bilan uchrashganida biz iymon etdik deyishidi. Shayatunlari, ya'ni munofiq katta boshlari bilan yolg'iz joyda tepishganda bo'lsa, biz haqiqatan sizlar bilan birlimiz. Faqat tilimizning uchidala iymon etib qo'yib, mo'minlarni masxir qilamiz deydi. Masxir qilganliklari uchun Alloh ularni jazolaydi. Ularni gumrohliklarida qo'yib berdiki, ular tengir qilgan holda yurishidi. Ani shular hidoyatni berib, gumrohlikni oldi. Shunga sodisi foyda keltirmadi. Ular hidoyat topquchi bo'lmadi. Ular go'yoki kechida isinish va yo'riqlik ilish uchun o't yoqqan kishilarga o'xshaydi. O't ularning atrofini yo'ritganda, Alloh ularning o'tining yo'riqini o'chiribdi. Ularni atrofidagi hech narsani ko'ranmaydigan qorong'ulikda qoldirdi. Ular gazdir. Ya'ni gaz anglamagandek yaxshilikni anglamaydi. Gachadir. Ya'ni gacha so'zlayolmagandek yaxshi ishni so'zlayolmaydi. Ko'rdir. Ya'ni ko'r bo'lib qolgandek to'g'ri yo'lni ko'rmaydi. Shunga ular gumrohlikdan qaytmaydi. Yoki ular zulmatlik, guldirmamlik va chaqmoqlik qattiq yomg'irda qolgan, go'yo chaqmoq so'qib etib o'lib ketishdan qo'rqib, quloqlarini barmoqlari bilan itib olgan kishilarga o'xshaydi. Alloh kofirlarni, ya'ni ularning hamma ahvolini bilib turg'uchidir. Chaqmoq chaqqanda ular ko'z nuridan ayrilib qolg'ili tas qoladi. Ular chaqmoq yo'rqida mengib oladi. Qorong'ulik qoplaganda turib qoladi. Alloh xolis edi, ularni anglash va ko'rish quvvatidan albatta mahrum qiladi. Alloh haqiqatan har narsaga qodirdir. Ey insonlar, taqvodorlardan bo'lishinglar uchun sizlarni va sizlardan burunqilar, ya'ni o'tganki ummatlarni yaratgan Parvardigoringlarga ibodat qilinglar. Alloh sizlarga zaminni to'shak va osmonni bino, ya'ni yulduzlarning zishliqida binoga o'xshash qilib berdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Sizlarga rizq bo'lish uchun yomg'ir orqali turli mevalarni o'stirib berdi. Endi Allohga sherik keltirmanglar. Holbuki sizlar Allohning sheriki yo'qligini bilib tursizlar. Bandimiz Muhammadga biz nozil qilgan Qur'ondan shaklansanglar, Qur'onga o'xshash biror surani maydonga chiqarib beqinglar. Qur'onga ta'arruz qilishda Allohdan boshqa yordamchilarning hammasini yordamga chaqiringlar. Qur'on insonning so'zi degan gapinglarda rostchil bo'lsanglar. Agar mundaq qilmasanglar, hargizmi qilolmaysizlar. Kofirlar uchun tayyorlangan inson va toshlar yiqilg'i bo'lgan do'zaxdan saqlaninglar. Ey Muhammad, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga ularning ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirdiganligi bilan xush xabar bergin. Ular jannatning biror mevasidan rizqlantirilgan chaqda. Buning bilan burun dunyodami rizqlantirilgan edi deydi. Ularga ko'rinishi dunyoning mevalariga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan mevalar beriladi. Jannatlarda ularga pok juptilar, ya'ni hurlar beriladi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Alloh haqiqatan pasha va uningdan kichik narsalarni misol qilib keltirishdan tartinib qolmaydi. Mo'minlar bo'lsa, uni Parvardigori tarafidan nozil bo'lgan haqiqat deb biladi. Kofirlar bo'lsa,
Allah bu narsalarni misol qilib keltirishdan nemin iroda qiladi deydi. Allah bu misol bilan nurg'un kishilarni uni inkor qilganlikdan ozdirdi va nurg'un kishilarni uni tasdiqlaganlikdan hidoyat qiladi. Shu orqali faqat fosiqlarni ozdirdi. Fosiqlar Allah va'da olgandan keyin bergan va'dasini buzdi. Allah ulashqa buyurgan shayini uzib qo'ydi. Ya'ni sil rahim qilmaydi. Yer yuzida buzg'unchilik qiladi. Ana shular ziyon tortquchilardir. Allohni qandoqmi inkor qilsizlarki, jonsiz edinglar, Alloh sizlarga jon berdi. Ya'ni otanglarning pushtida, onanglarning qornida abi ma'ni edinglar. Keyin ajlinglar to'shqanda Alloh jininglarni oladi. Ondan keyin tirildirdi. Ondan keyin Allohning dargohiga hisob berish uchun qaytarilsizlar. Allah yer yuzidagi hamma narsani sizlarning foydalanishinglar uchun yaratdi. Ondan osmonni yoritishga yuzlanib, uni qusursiz 7 osmon qilib tamomladi. Allah har narsani bilguchidir. O'z vaqtida Parvardigoring farishtalarga "Men yer yuzida xalifa, ya'ni o'rin bosar yortiman" dedi. Farishtalar yer yuzida buzuqchilik qiladigan, qon to'kadigan shaxsni xalifa qilamsan? Halbuki biz bo'lsak, seni poh deb madhiylaymiz, muqaddas deb madhiylaymiz dedi. Allah "Men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman" dedi. Allah bütün shaylarning nomlarini odamga o'rgatdi. Ondan ularni farishtalarga ko'rsatib, xalifa bo'lishqa odamga qaraganda biz haqliq deydigan qarshinglarda rostchil bo'lsanglar, bu shaylarning nomlarini menga aytib beringlar dedi. Farishtalar "Seni bütün kamchiliklardan pok deb tanıymiz. Biz sen bildirgandan boshqani bilmaymiz. Haqiqatan sen hammani bilguchidirsan, hikmat bilan ish qilguchidirsan" dedi. Allah "Ey odam, ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergin" dedi. Odam ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergan chog'da Allah "Men sizlarga osmonlardagi va zimindagi g'ayiblarni haqiqatan bilib turman, oshkora va yo'shirun ishinglarni bilib turman demaganmidim" dedi. O'z vaqtida farishtalarga "Odamga sajda qilinglar" dedik. Iblisdan boshqa hammasi sajda qildi. Iblis sajda qilishdan bosh tortdi. Takabburlik qildi. U kofirlardan bo'lib ketdi. Biz odamga "Ey odam, sen xotining, ya'ni Havvo bilan jannatda turinglar. Jannatdagi narsalardan xolig'ininglarcha kang tasha yeb ichinglar. Bu daraxtga yiqinlashmanglar, ya'ni mevasidan yemanglar. Bo'lmasa o'zinglarga zulm qilguvchilardan bo'lib qolsizlar" dedik. Shayton u ikkisini teyildirdi. Ya'ni mani qilingan daraxtning mevasini yugizib xatolashtirdi. Turayotgan jannatdan chiqardi. Odamga, Havvoga, Iblisga bir-biringlar bilan o'chakashgan holda jannatdan yer yuziga tushinglar. Yer yuzida vaqtliq ajlinglar to'shqicha yerdishinglar va ne'matlardan bahramand bo'linglar dedik. Odam Parvardigordan bir qancha so'z ta'lim oldi. Ya'ni gunohining kechirilishi uchun o'qiydigan duo uningga ilhom orqali bildirildi. Allah uning tavbasini qabul qildi. Allah haqiqatan tavbani bakmi qabul qilguchidir. Bandalariga nihoyatda mehribondir. Ularga hammanglar bu yerdan tushinglar. Sizlarga men tarafdan bir yo'l ko'rsatguchi, ya'ni
payg'ambar keladi. Yo'limga ergashganlarga oxiratda qo'rqinish va g'am qayg'u bo'lmaydi dedik. Kofirlar va bizning oyatlarimizni inkor qilganlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ey Isroil avlodi, mening sizlarga bergan ne'matimni yod etinglar. Manga bergan iymon etish va toat ibodat qilish haqidagi va'danglarga vafo qilinglar. Menmu sizlarga qilgan savob berish haqidagi va'damga vafo qilaman. Mendinli qo'rqinglar. Men nozil qilgan Tavratni tasdiq qiluvchi Qur'onga iymon keltiringlar. Qur'onni birinchi bo'lib inkor qiluvchi bo'lmanglar. Oyatlarimni arzon bahoda setib etmanglar. Mangli taqvodorlik qilinglar. Haqni botilga, ya'ni Allah nozil qilgan haqiqatni o'zinglar o'ydirib chiqqan narsaga o'rlashtirmanglar. Haqni bilib turib yo'shirmanglar. Namozni ado qilinglar. Zakotni beringlar. Ruku qiluvchilar bilan billa ruku qilinglar. Kishilarni yaxshi ishga buyurib, o'zinglarni unutumsizlar. Halbuki sizlar kitob, ya'ni Tavratni o'qib tursizlar. Tushunmamsizlar? Sabr qilish, namoz o'qish orqali Allohdan yordam tilanglar. Namoz Allohdan qo'rquvchilar, ya'ni kamtarlik bilan Allohga bo'ysunuvchilardan boshqalarga haqiqatan mushaqqatlik ishdir. Allohdan qo'rquvchilar Parvardigorga cho'qim muloqot bo'ldiganligiga va Allohning dargohiga cho'qim qaytib bordiganligiga jazman ishonadi. Ey Isroil avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda tamom jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. Kishi kishiga asqatmaydigan, hech kishining shafoati qabul qilinmaydigan, hech kishidan fidya ilinmaydigan, ular, ya'ni kofirlar va gunohkor bandalar yordamga erishamaydigan kundan qo'rqinglar. O'z vaqtida sizlarni qattiq qiynagan, o'g'illaringlarni bo'g'izlab, qizlaringlarni ishqa silish uchun tirik qoldirgan Fir'avn guruhidan sizlarni qutqizdik. Bu Parvardigoringlarning yaxshi odam bilan yomon odamni ajratadigan cho'ng siniqi edi. O'z vaqtida dengizni yerib sizlarni qutqizdik. Ya'ni dengizning suyini o'tirdan bo'lib, quruq yo'l hosil qilib, shu yerdan sizlarni salomat o'tkazdik va Fir'avn guruhini ko'z oldinglarda g'arq qildik. O'z vaqtida Musaga 40 kecha kutgandan keyin Tavratni nozil qilishni va'da qildik. U sizlardan ayrilgandan keyin o'zinglarga zulm qilib, Mozayni ma'bud qilib oldinglar. Shuningdan keyin shukr qilsin deb sizlarni afv qildik. O'z vaqtida sizlarni hidoyat topsin deb Musaga haqni botildan ayiruvchi kitobni, ya'ni Tavratni berdik. O'z vaqtida Musa o'z qavmiga: "Ey qavmim, sizlar Mozayni ma'bud qilib, haqiqatan o'zinglarga zulm qildinglar. Yaratquchinglarga tavba qilinglar. Mozayga cho'qinmaganlar, cho'qinganlarni o'ltirsin" dedi. Mundaq qilish yaratquchinglarning dargohida sizlar uchun yaxshidir. Allah tavbanglarni qabul qildi. Allah tavbani haqiqatan bakmi qabul qiluvchidir. Nihoyat mehribondir. O'z vaqtida: "Ey Musa, Allohni o'p-ochiq ko'rmagicha sana hargiz ishonmaymiz" dedinglar-da. Sizlarga nozil bo'lgan azobni ko'rib turganinglar holda sizlarni chaqmoq so'qdi. Ondan keyin sizlarni shukr qilsin deb o'lguninglardan keyin qayta tirildirdik. Sizlarga bulutni soyvan qilib berdik. Sizlarga tiranjibin bilan bo'dinni tushirib berdik. Biz sizlarga rizq qilib bergan pok, shirin narsalardan yeb ichinglar dedik.
Ular ne'matlarimizga nonko'rlik qilish bilan bizga emas, faqat o'zlariga zulm qildi. O'z vaqtida Musa orqali ajdodlaringlarga bu shaharga, ya'ni Baytul Muqaddasga kiringlar. U yerda xoliqninglarcha keng tasha yeb ichinglar. Baytul Muqaddas darvozasidan shukr qilish yuzidan sajda qilgan holda kiringlar. Parvardigorimiz gunohlarimizni kechirgin danglar. Gunohinglarni mag'firat qilamiz. Yaxshilarga texmi ortiq savob berimiz dedi. Zulm qiluvchilar o'zlariga so'zlangan so'zni boshqa so'zga o'zgartirib etdi. Zulm qiluvchilar yo'ldan chiqqanliklari, ya'ni Allohga osiylik qilganliklari uchun ularga osmondan azob tushirdi. O'z vaqtida Musa o'z qavmi uchun suv talab qilgan edi. Biz uningga "Hasan bilan toshni urg'in" dedik. Toshdan 12 buloq etilib chiqdi. Hamma odam, ya'ni qabila o'zining suv ichadigan o'rnini bildi. Ularga "Alloh bergan rizqdan yenglar va ichinglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar" dedik. O'z vaqtida Sina cho'lida Taranjibin va Bo'duni bilanlar oziqlanayotganinglarda sizlar: "Ey Musa, biz bir xil yemeklikka chidab turolmaymiz. Biz uchun Parvardigoringga duo qilgin. Bizga zaminning ko'ktatlaridan tarxamak, samsoq, yesmuq va piyozlarni o'stirib bersin" dedinglar. Musa: "Sizlar yaxshini nacharga tegishamsizlar? Ya'ni piyoz, samsoq, ko'ktatni Taranjibin bilan Bo'dundan ortiq ko'ramsizlar? Biror shaharga kiringlar. Shu yerda tiligininglar bor" dedi. Ular xorliqda, muhtojlikda qoldi. Allohning g'azabiga tegishlik bo'ldi. Bu ularning Allohning oyatlarini inkor qilganliklari, payg'ambarlarni nohaq o'tirganliklari tufaylidan bo'ldi. Bu Allohga osiylik qilganliklari va haddidan oshganliklari tufaylidan bo'ldi. Shubhisizki, mo'minlar, Yahudilar, Nasaralar orasidan va farishtalarga, yulduzlarga cho'qing'uvchilar orasidan Allohga, oxirat kuniga iymon keltirgan va yaxshi amallarni qilganlar Parvardigorning qichida o'z ajridan bahramand bo'ladi. Ularga oxiratda qo'rqinish va g'am qayg'u yo'qdir. O'z vaqtida biz sizlardan chin va'da olgan va tur teg'ini ustinglarga tiklab qo'ygan. Sizlarga dunyoda halok bo'lishdan, oxiratda azob qilishdan saqlanishinglar uchun biz bergan kitobni mahkam tutinglar. Ya'ni Tavratga amal qilinglar, uningdagi ahkomlarni esinglarda saqlanglar degan edik. Shuningdan keyin bergan va'danglardan yuz o'rdinglar. Sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasaydi, cho'qim ziyon tatquchilardan bo'latdinglar. Oranglardagi shanba kuni beliq tutmaslik to'g'risidagi shariat cheklamasidan chiqib ketguchilarni qanday qilganligimizni albatta bilasizlar. Biz ularga xor maymun bo'lib ketinglar dedik. Uni, ya'ni ularga berilgan bu jazoni zamondoshlari va keyingilar uchun ibrat, taqvodorlar uchun vaz nasihat qildik. O'z vaqtida Musa o'z qavmiga: "Alloh haqiqatan sizlarni bir kala bo'g'izlashga buyuruydi" degan edi. Ular: "Bizni masxir qilyapsansan?" dedi. Musa: "Johillardan, ya'ni masxir qiluvchilardan bo'lib qilishdan Allohga sig'inib panoh tilayman" dedi. Ular: "Biz uchun Parvardigoringga iltijo qilginki, bizga qandoq qil ekanligini bayon qilsin" dedi. Musa: "Alloh uni qiyirmi emas, yoshmi emas, o'tir yosh bo'lsin deb aytdi. Sizlar buyurilganni qilinglar" dedi.
Ular biz uchun Parvardigoringga iltijo qilginki, bizga uning rangini bayon qilsin, dedi. Musa aytdiki, Allah haqiqatan uning rangi qarg'uvchilarni zo'qlandiradigan sap-seriq bo'lsin, dedi. Ular Parvardigoringga iltijo qilgin, uning qandoq ekanligini bizga bayon qilsin. Ya'ni dehqonchilikqa ishlatilgan kolimo yoki samirtish uchun beqilgan kolimo, bu bizga mujmal bo'lib qoldi. Bu aniq bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolisa uni biz cho'qim topamiz, dedi. Musa Allah uning yer haydab ekin sug'urib ko'ndirilgan bo'lmasligini, bejirim olisi yo'q, ya'ni rangida seriqlikdan boshqa rang yo'q bo'lishini aytdi, dedi. Ular hamda to'liq bayon qilding, dedi. Ular qalini tepib kelib bo'g'izladi. Ular savol so'raverganlikdan buni o'rinlayolmag'ili tas qoldi. O'z vaqtida sizlar bir kishini o'ldirgan va qotilning kimligi to'g'risida datalash qilishgan edinglar. Sizlar yo'shirmoqchi bo'lgan narsani, ya'ni qotilning ishini Alloh oshkorlig'idir. Sizlarga Musa orqali dedikki, qalining bir parchasi bilan o'likni uringlar. U tirilib qotilni aytib berdi. Alloh o'liklarni shundoq, ya'ni ko'z oldinglarda bu o'likni tirildirgandek tirildirdi. Sizlarni tushunsin deb qudratining alomatlarini sizlarga ko'rsatdi. Ey Yahudilar jamoasi! Shuningdan keyin, ya'ni shonliq mo'jizalarni ko'rgandan keyin dilinglar qetib ketdi. Toshdek yoki toshdinmi qattiq qetib ketdi. Toshlar orasida ichidan suv etilib chiqib, eriqlar hosil bo'lganlari bor. Yerilib orasidan suv chiqadiganlarimi bor. Allohdan qo'rqib, tog' cho'qqilaridan do'milab tushadiganlarmi bor. Demak, tosh yumshaydi. Sizlarning dilinglar bo'lsa yumshamaydi va ta'sirlanmaydi. Allah qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ey mo'minlar jamoasi! Davitinglar orqali Yahudilarning iymon etishini umid qilamsizlar? Halbuki ulardan bir guruh odam Allohning kalomini anglab tushungandan keyin uni bilib turib qasddan o'zgartirdi. Ular mo'minlar bilan uchrashganlarida iymon etdik deydi. Bir-biri bilan yolg'iz joyda tepishganlarida Parvardigoringlar qishida mo'minlar sizlarga qarshi pokit ko'rsatsin deb Alloh sizlarga bildirgan vahiyni, ya'ni Muhammad alayhissalomning Tavratdagi sifatlarini ularga so'zlab beramsizlar? Buni tushunmamsizlar? deydi. Yahudilar o'zlarining yo'shirun va oshkora ishlarini Allohning bilib turadiganligini uqmamdi. Ularning savodsizlari kitobni, ya'ni Tavratni uqmaydi. Ahborlari o'ydirib chiqqan o'ydirmalarni biladi. Gumon bilanla ish qiladi. Kitobni o'z qo'llari bilan yezib, uni oz pulga setish, ya'ni dunyoning ozg'in manfaati uchun bu Alloh tarafidan nozil bo'lgan degichlarga voy. Qo'li bilan yozganlari, ya'ni Tavratni o'zgartganliklari uchun ularga voy. Buning bilan erishgan harom narsalari uchun ularga voy. Ular bizni do'zax o'ti sanoqliq kunlarla ko'ydirdi, deydi. Ularga sizlarga Alloh shundoq qilishga va'da berganmi? Va'da bergan bo'lsa, Alloh va'dasiga hargizmi xiloflik qilmaydi. Yoki o'zinglar bilmaydiganni Alloh nomidan deb atamsizlar degin. Undaq emas. Sizlarni do'zax o'ti ko'ydirdi. Gunoh qilgan va gunohga cho'mib ketganlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar ahli jannatdir. Ular jannatda mangu qoladi.
Öz vaqtida biz İsroil avlodidan Allohdan boshqaga ibodat qilmaslikqa, ota-onaga, xish aqrbolarga, yetimlarga, miskinlarga yaxshilik qilishga, kishilarga yaxshi so'z qilishga, namoz o'tashga, zakot berishga ahd oldik. Oranglardagi ozg'in kishidan boshqanglar ahdidan yenib oldinglar. Sizlar hamisha ahdanglardan yenib olsizlar. Öz vaqtida bir-biringlarning qinini to'kmaslikka, bir-biringlarni yurtlaringlardan haydab chiqarmaslikqa sizlardan chin ahd olgan edik. Keyin buni, ya'ni ahdini e'tirof qilgan edinglar. Buningga o'zinglar guvohsizlar. Keyin sizlar ahdini buzib, bir-biringlarni o'ldirdinglar. İçinlardan bir türküm kişilerini yurtidan haydab chiqardinglar. Gunoh va düşmanlik qilish bilan ularning qarshi tarafidagilarga yordam berdinglar. Ular asir tushib kelsa, fidya berib qutqizib olsizlar. Halbuki ularni yurtlardan haydab chiqarish sizlarga harom qilingan edi. Ya'ni bir-biringlarni o'ldirish va yurtidan haydab chiqarishni ravo ko'rsizlar-u, ularning asirga tushib, dushmanlaringlarning qo'lida bo'lib qilishini ravo ko'rmaysizlar. Sizlar kitobning, ya'ni Tavratning bir qism ahkomlariga ishinib, bir qism ahkomlarini inkor qilamsizlar. Sizlardan shunday qilganlarning jazosi faqat hayoti dunyoda xorliq qilish, qiyomat kuni qattiq azobga duchor bo'lishdir. Alloh qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ana shular oxiratni berib, dunyo tirikchiligini setib olgan kishilardir. Shuning uchun ulardan azob yengiltilmaydi. Ularga yordam qilinmaydi. Shak shubhisizki biz Musoga kitob, ya'ni Tavrat berdik. Uningdan keyin orqa payg'ambarlar avatdik. Maryam o'g'li Isoga mo'jizlar berdik. Hamda uni Ruhul Quddus, ya'ni Jibril bilan yo'lidik. Her qachon biror payg'ambar ko'nglinglarga yoqmaydigan bir narsa ep kelsa, takabburlik qilaveramsizlar. Bir qism payg'ambarlarni inkor qildinglar. Yana bir qism payg'ambarlarni o'ldirdinglar. Ular dillarimiz parlangan dedi. Undaq emas. Ularning kufri sababli Alloh ularga la'nat qildi. Ulardan iymon etganlar nihoyat oz. Ularga Alloh tarafidan ulardagi kitob, Tavratni tasdiqlaydigan kitob, Qur'on nozil bo'lgan chaqda uningga ishonmadi. Ilgari ular Muhammad alayhisalomni vosita qilib, kofirlarga qarshi o'zlariga yordam kelishini tilaydi. Ular biladigan, ya'ni Tavratda sifati bayon qilingan payg'ambar kelgan chaqda uni inkor qildi. Alloh kofirlarga, ya'ni payg'ambarlarning tuganchisini inkor qilgan Yahudilarga la'nat qildi. Yahudilarning Alloh nozil qilgan Qur'onni inkor qilishi, Allohning o'z fazlini, ya'ni payg'ambarlikni xohlagan bandasiga tushirganligiga hasad qilish yuzidandir. Ularning o'zlarini, ya'ni iymonini kufriga setishi ajab yomon ishdir. Ular üstiga g'azabga tegishlik bo'ldi. Kofirlar xorlig'uchi azobga duchor bo'ladi. Ularga Alloh nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltiringlar deyilsa, ular o'zimizga nozil qilingan kitobga, ya'ni Tavratga iymon keltiramiz deydi. Uningdan keyingi kitobga, ya'ni Qur'onga ishonmaydi. Halbuki u, ya'ni Qur'on haqdir. Ularning qo'ldagi kitobni tasdiq qiluvchidir. Ularga sizlar Tavratga ishonadigan bo'lsanglar, ilgari nima uchun Allohning payg'ambarlarini o'ldirdinglar degan. Musa sizlarga haqiqatan aniq mo'jizlarni keltirdi. Musa Tur tig'iga ketgandan keyin o'zinglarga zulm qilib, Mozayni ma'bud qilib oldinglar. O'z vaqtida biz sizlardan Tavratga amal qilishga chin va'da olgan edik. Sizlarga men nozil qilgan kitobni mahkam tutinglar.
Bo'lmasa, ustinglarga tog'ni toshlayman, ustinglarga tog'ni toshlaymiz deb turtig'ini ustinglarga tikildik va Tavratga quloq selinglar dedik. Ular so'zingga quloq soldik, amringga osiylik qildik deyishdi. Ularning kufri tufaylidan dillariga Mo'zayning muhabbati singib ketdi. Ularga agar sizlar mo'min bo'lsanglar, iymoninglar sizlarni ajab yomon ishga buyuriydi-kina, sizlar mo'min emas. Chunki iymon Mo'zayga cho'qinishga buyurmaydi degan. Ularga agar oxirat yurti, ya'ni jannat Allohning qichida sizlar gumon qilgandek boshqalarga emas, yolg'iz sizlarga xos bo'lsa, sizlarni jannatga ulashtiradigan o'limni orzu qilib beqinglar. Jannat bizga xos degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar degin. Ular qilgan yomon amallari sababli o'limni hargizmi orzu qilmaydi. Allah zolimlarni obdan bilguchidir. Shubhisizki ularni hayotga hamma kishidan, hatto mushriklardanmi yeris ko'rsan. Har biri 1000 yil umr ko'rishni orzu qiladi. Uzun umr ko'rish ularni azobdan qutuldirib qololmaydi. Allah ularning qilmishlarini aniq ko'rib turg'uchidir. Aytqinki, Jibrилga dushman bo'lgan odam Allohga dushmandir. Chunki u, ya'ni Jibril, Allohning amri bilan o'zidan ilgirgini, ya'ni samoviy kitoblarni tasdiq qiluvchi, to'g'ri yo'l ko'rsatguchi, mo'minlarga bishorat berguchi Qur'onni sening qalbingga nozil qildi. Kimki Allohni, Allohning farishtalarini, payg'ambarlarini, Jibrilni, Mikoilni dushman tutadi ekan, Allohni dushman tutgan bo'ladi. Shubhisizki Alloh kofirlarni dushman tutadi. Shak shubhisizki sana biz ro'shan oyatlarni nozil qildik. Ularni faqat to'g'ri yo'ldan chiqqanlarla inkor qiladi. Har qachon ular biror ahdi tuzsa, bir turkumi uni buzadi. Balki ularning, ya'ni Yahudilarning to'disi Tavratga iymon etmaydi. Ularga Alloh tarafidan qo'llaridagi kitobni tasdiqlaydigan bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uning payg'ambarlik dalillarini bilmaydigandek Allohning kitobini, ya'ni Tavratni orqasiga cho'rib etadi. Ya'ni Tavratning so'zlariga amal qilmaydi. Ular Sulaymonning podshohlik zamonidagi shaytonlarning sehrgarligiga oid so'zlariga ergashdi. Sulaymon sehrgar bo'g'ini va sehr o'g'inish bilan kofir bo'g'ini yo'q. Lekin shaytonlar kishilarga sehr o'g'itib kofir bo'ldi. Ular Babildagi Harut, Marut deyiladigan ikki farishtaga nozil qilingan sehrni o'g'itadi. Bu ikki farishta biz kishilarni sinaymiz, kofir bo'lmag'in demiguncha hech kishiga sehr o'g'atmaydi. Ular bu ikkisidan xotinni bir-biridan ayirib etadigan narsalarni, ya'ni sehrgarlikni o'g'itadi. Sehrgarlikni o'rganadi. Ular sehr orqali Allohning ruxsatisiz hech kishiga ziyon yetkazolmaydi. Halbuki ular o'zlariga ziyni bor, foydasi yo'q narsani o'rganadi. Yahudilar Tavratni tashlab sehrni setib oluvchiga oxiratda Allohning rahmetidan va jannatidan hech nasibi yo'q ekanligini obdan biladi. Ular jonlarining badaliga setib olgan narsasining, ya'ni o'zlari uchun sehr o'rganishni tanlashining ajabmi yomon ish ekanligini koshki bilsa edi. Agar ular iymon keltirsa, sehrni tashlab Allohdan qo'rqsa, ular uchun Allohning dargohidagi savob albatta yaxshi edi. Koshki ular buni bilsa edi. Ey mo'minlar, payg'ambarga Ra'ina deb xitob qilmay, Anzurna deb xitob qilinglar. Unzurna deb xitob qilinglar. So'zga quloq solinglar. Kofirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ahli kitob va mushriklardan bo'lgan kofirlar
Parvardigoringlar tarafidan sizlarga biror yaxshilikning tushishini yoqtirmaydi. Allah o'zining xohlagan bandasiga payg'ambarlikni xos qiladi. Allah cho'ng fazil egasidir. Ey mo'minlar, payg'ambarga ro'ina deb xitob qilmay, unzurna deb xitob qilinglar. So'ziga quloq solinglar. Kofirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ahli kitob va mushriklardan bo'lgan kofirlar Parvardigoringlar tarafidan sizlarga biror yaxshilikning tushishini yoqtirmaydi. Allah o'zining xohlagan bandasiga payg'ambarlikni xos qiladi. Allah cho'ng fazil egasidir. Qandaqlı bir oyatni amaldan qoldirsak yoki unutildirsak, o'rniga uningdan ortiq yoki shuningga o'xshash bir oyatni keltiramiz. Allohning har narsaga qodir ekanligini bilmamsan? Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga mansub ekanligini bilmamsan? Sizlarga Allohdan boshqa hech qanday do'st va madadkor yo'qdir. Ular, ya'ni Yahudilar, ilgari Musadan savol so'rgandek, sizlarmi payg'ambaringlardan savol so'rmoqchi bo'lamsizlar? Kimki iymonini kufriga tegizsa, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi. Ahli kitob ichidagi nurg'un kishilar o'zlariga haqiqatan, ya'ni dininglarning haqligi oshkor bo'lgandan keyin hasad qilish yuzidan sizlarni iymoninglardan qo'ydirib kofir qilishni orzu qiladi. Allohning amri kelganga qadar, ya'ni Alloh sizlarga ular bilan urush qilishga ruxsat qilguncha ularni afv qilinglar va kechiringlar. Alloh haqiqatan har narsaga qodirdir. Namozni ado qilinglar, zakotni beringlar. O'zinglar uchun ishlagan har qanday yaxshi amal bo'lsa, Allohning dargohida uning savobini topsizlar. Allah haqiqatan qilgan amalinglarni ko'rib turg'uchidir. Ular Yahudi yoki Nasara bo'lmagan odam, ya'ni Yahudilar Yahudi bo'lmagan odam, Nasaralar Nasara bo'lmagan odam hargizmi jannatga kirmaydi deyishdi. Bu ularning quruq orzusidir. Agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, dalilinglarni keltiringlar degin. Undaq emas. Kimki yaxshi amallarni qilgan holda o'zini Allohga topshirdi ekan, ya'ni Allohning amriga bo'ysunib, amalni xolis Alloh uchun qiladi ekan, amalini xolis Alloh uchun qiladi ekan, u Parvardigorning dargohida savobdan bahramon bo'ladi. Ularga oxiratda hech qo'rqinish va g'am qayg'u bo'lmaydi. Yahudilar Nasaralarning hech qanday asosi yo'q, ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Nasaralarmi Yahudilarning hech qanday asosi yo'q, ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Halbuki ular kitobni, ya'ni Yahudilar Tavrotni, Nasaralar Injilni o'qiydi. Bilimsiz odamlar, ya'ni arab mushriklari ular degandek dedi. Allah qiyomat kuni ularning o'zaro ixtilof qilishgan narsalari ustida hukm chiqaradi. Allohning masjidlarida Allohning nomining yod qilinishini to'sgan va ularni vayron qilishga uringanlardanmi zolim kishi bormi? Masjidlarga ularning faqat qo'rqqan holatda kirishi loyiq edi. Ular dunyoda rasvo bo'ladi. Oxiratda cho'ng azobga, ya'ni do'zax azobiga duchor bo'ladi. Mashriqmi, mag'ribmi, ya'ni butun yer yuzi Allohningdir. Qaysi tarafga yuzlansanglarmi, u Allohning tarafi. Ya'ni sizlarga ixtiyor qilgan qiblasidir. Allohning mag'firati haqiqatan kengdir. Alloh hammani bilguchidir. Ular, ya'ni Yahudilar, Nasaralar, mushriklar Allohning bolasi bor deydi. Allah ularning gumon qilgan narsadan pokdir. Undaq emas. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohningdir. Hammasi uningga bo'ysunguchidir. Allah osmonlar va ziminni yo'qdan bor qilguchidir.
bir ishni vujudga keltirishni iroda qilsa, vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Bilmaydiganlar, ya'ni Quraysh kofirlari, Allah nima uchun biz bilan so'zlashmaydi yoki nima uchun bizga rost payg'ambarlikning dalili sifatida biror mo'jiza keltirmaydi deydi. Ulardan burun o'tganlarmi payg'ambarlarga shunday so'zni qilgan edi. Ularning dalillari bir-biriga o'xshaydi. Oyatlarimizni jazman ishonadigan, ya'ni haqiqat izlaydigan qavm uchun haqiqatan bayon qildik. Biz seni haqiqatan mo'minlarga jannat bilan xushxabar berguchi, kofirlarni do'zax azobidan ogohlantirguchi qilib haq din bilan avatdik. Sen ahli do'zax, ya'ni kofirlardan iymon etmaganlar to'g'risida javobgar emassan. Sen Yahudilar va Nasaralarning diniga kirmaguncha ular sendan hargizmi rozi bo'lmaydi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, to'g'ri yo'l faqat Allohning yo'lidir. Sana ilm kelgandan keyin, ya'ni pokitlik haqiqat sana oshkor bo'lgandan keyin, agar sen ularning nafsi xohishlariga ergishadigan bo'lsang, seni Allohning azobidan qutqizadigan hech qanday do'stmi bo'lmaydi, madadkormi bo'lmaydi. Biz ato qilgan kitobni tegishli ravishda o'qiydiganlar bor. Ana shular uningga ishonadi. Kimlarki kitobni, ya'ni Qur'onni inkor qiladi ekan, ular ziyon tortquchilardir. Ey Isroil avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda hamma jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. Birovga birov qilchilik yordam qilolmaydigan, hech kishining fidyasi qabul qilinmaydigan, hech kishining shafoati foyda qilmaydigan, ularga, ya'ni kofirlar va gunohkorlarga yordam qilinmaydigan kundan qo'rqinglar. O'z vaqtida Ibrohimni Parvardigori bir qancha amrlar, ya'ni shariat taktiblari bilan sinadi. Ibrohim ularni bajo keltirdi. Allah uningga: "Seni cho'qim kishilarga dinda peshvo qilaman" dedi. Ibrohim: "Mening bir qism avlodimni peshvo qilsang" dedi. Allah: "Mening peshvo qilish ahdamga zolimlar, ya'ni kofirlar erishamaydi" dedi. O'z vaqtida biz Ka'bani kishilar uchun jam bo'ladigan joy va omon joy qilib berdik. Kishilarga maqomi Ibrohimni namozgoh qilinglar, ya'ni shu yerda namoz o'qinglar dedik. Ibrohim bilan Ismoilga uyimni, ya'ni Ka'bamni tavob qilguvchilar, itkopga o'tirguvchilar, ruku qilguvchilar, sajda qilguvchilar uchun pok tutishni buyurdik. O'z vaqtida Ibrohim: "Parvardigorim, bu ya'ni Makkani tinch shahar qilib bergin. Olisdan Allohga va oxirat kuniga iymon etganlarni turlik mevalar bilan rizqlantirg'in" dedi. Allah: "Kofir bo'lgan odamni rizqdan ozgina muddat, ya'ni hayotligida bahramon qilaman. Ondan keyin uni oxiratda do'zaxga haydayman" dedi. Bu nima degan yomon oqibat? O'z vaqtida Ibrohim bilan Ismoil Ka'baning ulini qo'pirib etib: "Parvardigorimiz, bizning xizmatimizni qabul qilgin. Sen haqiqatan duoyimizni anglab turg'uchisan, niyatimizni bilib turg'uchisan. Parvardigorimiz, ikkimizni o'zingga itoatman qilgin. Bizning avlodlarimizdanmi o'zingga itoatman ummat chiqargin. Bizga hajimizning qoidalarini bildirgin. Tavbimizni qabul qilgin. Chunki sen tavbini nihoyatda qabul qilguvchisan, nihoyatda mehribonsan." Parvardigorimiz, ularning ichidan oyatlaringni ularga tilovat qilib berdigan kitobingni, ya'ni Qur'onni, hikmatni, ya'ni pok sunnatni ularga o'rgatadigan, ularni mushriklik va gunohlardan pok qiladigan bir payg'ambar avatgin.
haqiqatan sen g'olibsan, hikmat bilan ish qilg'uchisan, dedi. O'zini ahmaq qilganlardan boshqa kim İbrahimning dinidan yuz o'riydi? Haqiqatan biz uni bu dunyoda payg'ambarlikka tanladik. Shak shubhisizki, oxiratda u yaxshilar qatorida bo'ladi. O'z vaqtida Parvardigori uningga Parvardigoringning amriga itoat qilgin, dedi. U olamlarning Parvardigoriga itoat qildim, dedi. İbrahim va Yaqub o'z o'g'illariga vasiyat qilib, ey o'g'illarim, Allah sizlarga mushu dinini, ya'ni islom dinini tanladi. Faqat musulmon petinglarcha o'dinglar, ya'ni iymoninglarda mahkam turinglar, toki iymon bilan ketinglar, dedi. Yaqub jon uzayotgan vaqtida sizlar endi bormidinglar? Shu chaqda Yaqub o'g'illaridan, "Men o'lgandan keyin sizlar kimga ibodat qilasizlar?" deb so'radi. Ular, "Sening ilohing va ota-bobolaring İbrahim, İsmoil, İshoqlarning ilohi bo'lgan bir Allohga ibodat qilamiz. Biz uningga itoat qilguvchimiz", dedi. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallarining savobi o'zlari uchundir. Sizlarning amalinglarning mu savobi o'zinglar uchundir. Ularning qilmishiga sizlar javobgar emas. Ular, "Yahudi yoki Nasara bo'linglar, to'g'ri yo'l topsizlar", deydi. Undaq emas. Biz İbrahimning islomga uyg'un diniga ergishimiz. U mushriklardan emas edi, degin. Aytinglarki, Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilingan vahiyga İbrahimga, İsmoilga, İshoqqa, Yaqubga va ularning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Musaga berilgan Tavratga, İsoga berilgan Injilga va payg'ambarlarga Parvardigor tarafidan berilgan kitoblarga iymon etdik. Ulardan hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni Yahudilar va Nasaralarga o'xshash, ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunuvchilarmiz. Agar ular, ya'ni ahli kitob sizlar iymon etgandek iymon etsa, albatta to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular iymondan yuz o'risa, sen bilan adovatda bo'lgan bo'ladi. Ularga qarshi Alloh sana kupayidir. Alloh ularning so'zlarini anglab turg'uchidir. Hiyli mekrini bilib turg'uchidir. Allohning dinida ching turinglar. Allohning dinidan yaxshi kimning dini bor? Biz Allohga ibodat qiluvchilarmiz. Biz bilan Alloh to'g'riliq munozirlashamsizlar? Halbuki u ham bizning Parvardigorimiz, ham sizlarning Parvardigoringlar. Bizning amallarimiz o'zimiz uchundir. Sizlarning amalinglarmi o'zinglar uchundir. Biz Allohga sodiqmiz, degin. Yoki İbrahim, İsmoil, İshoq, Yaqub va uning avlodi Yahudi idi yoki Nasara idi demsizlar? Aytqinki, ularning qaysi dinda ekanligini sizlar obdan bilamsizlar? Yoki Alloh obdan bilamdi? Qo'lida Alloh nozil qilgan dalil isbot turib, uni yo'shirgan odamdan zolim kim bor? Alloh sizlarning qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallari o'zlari uchundir. Sizlarning amalinglarmi o'zinglar uchundir. Ularning qilmishiga sizlar javobgar emas. Bugungi kitob o'qish mushiyagicha bo'ladi. Hammanglar xayrli kunlar.